Assalomu alaykum. Kommentariyadan savol keldi. Qushlarga qarshi qo'ygan semiz ish beryaptimi? Hozir tomga chiqib ketyapman. Hozir sizlar bilan birga tekshiramiz shuni hozir. Xo'p, mana simimiz tomga chiqmaganimga ham bir taxminan 2 oycha bo'lib qoldi shakl. Mana bilaman ishlayotganini, endi shuncha payt chiqmadim. Balkim qo'ngandir. Simi qiyshaytirib yuborgandir deb o'ylab hozir chiqib tekshiryapman. Mana shunaqa joylar to'lib ketardi. Tozalashi ham yopishib qolardi, tozalab bo'lmasdi. Ayniqsa mana shu yerda. Mana hozir eskisidan bitta bor ekan. Atak top-toza. Zo'r ishlayapti, to'g'risi. Tozalab o'rib bo'lsa qiynaldim men. Panellar sal-chang bo'lib ko'rib bo'pti, ozgina. Bunisiga qo'ymaganman, bunisiga kamroq o'tirishadi, baland qismiga. Ko'proq baland qismiga o'tirishadi. Shulardan himoya qilgani ko'rinib turadimi deyman. Qushlarning ham farosati bordi. Men bilan onda-sonda bo'lardi, yo'q, yaxshi. Mana hozir o'rtada bitta. Endi bu uchib ketayotganda ko'pincha tushadi bunaqalar. Bunaqa joyga qo'ymaydi qushlar. Lekin toza, yaxshi. Qutulman, to'g'risi buni tozalab urib odam qiynalyapti. Tozalanadigan bo'ldi, yaxshi. Endi panellarning garantiyasi bo'ladi. Garantiyasini buzmaslik uchun mana shundan yana bitta uголок mana shu yoqqa chiqarib turib sim tortsanglar ham bo'ladi. Svarka bilan bundan svarkada olib chiqasizlar-da. Mana shu yoqqa olib chiqib turib, o'shani o'zida sim tortib olsanglar ham yaxshi variant. Top-toza hammasi yaxshi. Men endi to'g'risi bilaman, buzilmaydi, ishlaydigan narsa. Mana bu ham nomiga bor ekan nimadir. Shuning uchun garantiyasiga qaramayman men. Invertorni ham olib kelganman, olib kelgan kunim o'zida ochganman ichini. Ichida hamma simlarni yaxshilab qotirib kelgan o'laganman. Endi xitoyliklar oxirigacha buramagan bo'lsa simlarni iskada bo'lib ketadi deganman-da. Olib kelib joyida plombasini buzib ochganman. Mana hamma narsa ishlayapti, chotki. Endi biz o'zim sotaman deb garantiyasi ham qayerdadir yotibdi. Bu ishlamaydi garantiya. Bu invertor egasi o'sha sotuvchi sotganda aytuvdi. Garantiyani beraman, lekin lazimiyani qilgan video tashlab bersangiz garantiya ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi dedi. Men lazimiyani bir 6 oydan keyin qildim. Lekin panellar top-toza. Qushlardan toza, changi bor lekin mana. Yomg'irda ancha yuvildi. Lekin qushlarning go'ngi to'g'risi ketmaydi, yomg'irda ham yopishib turadi. Panellarning amperini o'lchab qo'yamiz. Tak. 920. 27. Xo'p. Men panellarni ulaganda boshqacha ulaganman. Soya berishini hisobini ham olganman. Tak. Mana bunisida 10-30, 10-40. Bunda 9 ta banda panel, narigisida 8 ta. Общий 17 ta panel bor. 9 ta panelni 10 amperdan oshib beryapti. Narigi 8 Haymoxonda 8 ta qo'yilgan. Lekin 585 bilan birga qo'yilgan. O'zi panellarni o'rnatilganda hammasi bir xil bo'lishi shart. Men sinov uchun Haymoxonni olib ko'rdim. Shuni hisobiga menda boshqalarnikiga nisbatan kamroq tok beradi. Mana shu yerda davlat toki bor yo'qligini bilish uchun voltmetr qo'yib qo'yganman. Nechiligini ham ko'rsatib turadi. Oldingi videoimda aytdim, 275 ga ko'tarib sotadi deb hisobladim. U noto'g'ri bo'lib chiqyapti, chunki mana hozir 7,5 kW, 7 kW sotyapti. Volt ko'tarilmagan. Потребление bo'lib tursa, volt ko'tarib ketmas ekan. 8250 sotadi degandim oldingi videoda. Mana hozir 7 kW dan oshib beryapti, 704 beryapti. Voltimiz 240 ga ham chiqmayapti. Bu degani qo'shilib ishlatayotgan hisobiga volt pasayapti. Demak 10 kW da bemalol sotuvga chiqarib bera oladi invertor. Qushlarni pomyotini tozalashdan charchagan bo'lsanglar, mana shu simni o'rnatinglar, haqiqatda foydasi bo'lyapti, ish beryapti. O'zinglarni ortiqcha ovoragarchilikdan saqlagan bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'linglar, yana yangi 3 ta yaxshi videoim chiqyapti. Yana bitta yangi proyektni boshlayman xudo xolisa. Xalqimizga manfaatli, kerakli tema xudo xolisa bo'ladi.